Millennium Premium klassda Ming Chinor proyektidan 2 xonali tayyor novostroykani sizga taklif qilmoqchiman. Yangi remont mebel texnikali tayyor uy. Общий maydoni 49 kvadrat metr. Закрытый territoriya, pishgan qishdan qurilgan imoratimiz. Детский площадка, besetka, yashil hudud, навесli parkovkalarimizgacha полностью qilingan. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 8-kvartal, shunda Sezam Gardenni yo'lni bu yoq tarafida. Maktab, bog'cha, infrastruktura, lokatsiya, metrolar hamma narsa 2 qadamli yo'nalishimizda. Shu 2 xonaligimizda mana shu binomizning 9-qavatida joylashgan 9 qavatli binoda birgalikda uy ichini ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, yil oxiriga ham bir hafta 10 kuncha vaqtimiz qoldi. Yilni boshida yangi yilda yangi uyda yashamoqchi tanishlarimizga bunaqa 2 xonali novostroyka premium klass sifatli remont mebel texnikali uyga tashlab qo'yamiz. Birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Qarang, abi, asosiy foydasidan kirish eshigimizda bizda uzungina kottagina prixoshka. Devorlarning rangi yangi 2026 rangda tanlanibdi, tonlari. Endi videoda qanaqa ko'rinadi bilmayman, juda juda ham chiroyli. Tiagalar ham, podsvetkalar ham juda ham bishni chiqdi. Qarang, stroyni prixoshka mebelimiz bor. Bu yoq tarafimiz bizda kiyim-kechak ilinadigan, bu yog'imizda o'sha polkalarga sotilinib qo'yibdi. To'riga kiradigan bo'lsa, biz oshxonaga kiramiz. Mana uzunasiga stroyni kuxona garnituri rangli, teplый, chiroyli neobычный tanlanibdi. Oynalarda ham o'zini застройщикdan chiroyli reshotkali fakturali taqilgan безопасность uchun. Холодильник bor, hamma narsa ishlaydigan holatda. Gilamlar ham juda ham chiroyli mos chiqdi daroshkaga. Va bu yoq tarafimizda esa bizda zal, birinchi xonamizda mягкий mebel, gilam, jurnalniy stolik, televizor, tayyor kirib yashaydigan uy. G'ishtli stроение. Yozda salqin, qishda issiq. Teplый pollari bor. Xo'p, ikkinchi xonamizda bu spalnimiz bo'ladi. Xonaga mos qilib mebel ranglari ham yasatilib tanlanibdi, ikkita chetida biralari ham bor va bu yerga keladigan bo'lsa, bizda garderob. O'zingizning shaxsiy kiyimlaringizni osib qo'yib, mana bu polkalarga taxlab qo'yib foydalanaverasiz. Xo'p, oxirgi bizning joyimiz bu bizda sanuzelimiz bo'ladi. Mana sanuzel. Chiroyli qimmat katta karpellardan taqib qo'yishibdi, interyerligi juda ham zo'r. Ana kirsangiz nastroyingizga o'tadi. Umuman mana bu kir mashinaga ham joy tashlab qo'yilibdi, tayyor. Keling, bu tarafimizda esa bizda dushovый kabina. Qora rangda tanlashibdi, oqqa qora, ichki tishi tarafini. Va bu yerda mana mebeldan doполнительно yasatilgan sochuv, sovuq shampunlarni shu yerga taxlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Xullas, bunaqa chiroyli 2 xona kompaktni 49 kvadratli uy yangish narxda siz xarid qila olasiz. Yoki bunaqa qidirib yurgan tanish-bishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like ayamasdan bosib qo'yamiz.